haqida keladigan hikmatlar Alloh taoloning bizga bergan fazli. Inson roza tutishlik bilan havoyi nafsini shunday bo'g'zidan oladi. Chunki doim nafsiz xohlayotgan ishni qilaverishligingiz bilan nafsizni quliga aylanib qolasiz. To'g'rimi? Endi nafs qayerga boradi? Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Albatta nafs insonni yomonlikka boshlaydi. Qarang endi, dinimiz nimaga buyurgan bo'lsa, nafs shuni xohlamaydi. Ramazonning foydalaridan Ramazon ro'zasini tutarkanmiz, shaytonni bo'ynini qayraymiz. Chunki bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, insonni qon tomirlarida yurishlikka Alloh taolo ruxsat bergan shaytonga. Shundaymi?